Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Rishad Nuri Gontekin'nin Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Çalıq Qushi nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatildi. Qushlar orli ma'arif bo'limi riyosat hay'ati oliylariga ma'arif sohasidagi xizmatimni davomlashtirishga salomatlikim yor bermaganligi uchun Qushlar orli maktabining mudirligi vazifamdan iste'fo beraman afandim. Endi qizim, o'ylamasdan, bir narsa so'rmasdan qo'l qo'yib qog'ozni oldi. Qo'llaring titrabotandi nima Farida? Yuzimga qarashib petnamayvatsan. Mayt yaxshi qizim, mayt yaxshi. Chunki sen sop ko'zlaring bilan menga qarasang, men bo'diqib ketaman. Ajoyib bir ish bo'lganini tushundim. Shunaqa emasmi? Quloq sol Farida. Agar hayajonlanib xafa bo'lsang, so'zimni to'xtatishga majburman. Halbuki har qanday narsani bilish kerak. Hayotga aralashgan 3 yil ichida odamlarning qanday ekanligini tushungansan deb o'ylayman. Shunaqa emasmi? Lekin bularning hammasi bekor. 60 yilga yaqin yashab men tushunolmadim. Hayotda ming xil pastkashlik, sharmandachilikka duch keldim. Lekin bundaqini texchi kallamga sig'dirolmayapman. Biz sen bilan dunyoda eng sop, eng yaxshi do'stlarmiz. Shunday emasmi? O'ylachi kasal vujudingni o'z bolamdek asradim. Bizni nimalar debdi? Nima gaplarni tepibdi, bilamsan Farida? Mumkin emas. Tasavvur qilolmaysan. Men sening oshqinmishman. Yuzingni aytma. Aksicha beshingni. Undaq ishlarni faqat qora yuzlar qiladi. Mening ko'zimga qara. Bir-birimizdan uyulgan bizning nima ishimiz bor? Quloq sol Farida. Angla, oxirgacha aytib beray. Bu la'nati bo'xton dastlab maktabdan chiqibdi. Kasbdoshlarim bu yerda bizda o'g'irlik bo'lmagan narsalarni deyishga boshlabdi. Sababi aniq. O'zlari qilib sening mudira bo'lganliging uchun. Men 6 oy avval sana demasdan bir yaxshilik qilay deb birsiga xat yozgan edim. Sening bu xizmatga tayinlashing mening qo'lim bilan bo'lganligi uchun ularning gumoni texmi ortgan. Bu fitna fasod o'tlari oylardan beri tutab kelayotgan ekan. Bu ish Ma'arif kengashi boshlig'ining, nahiya boshlig'ining qo'liga yetibdi. Sen to'g'riliq arzlar yezilibdi. Tekshirishlar ep berilibdi. Viloyatlik Ma'arif idorasi sening tarjimoningni ko'rib, bir muncha aniq bo'lmagan yerlarni tepibdi. Masalan, Istanbuldan Bega kelishim. Keyin markaziy o'rta maktabdan iste'fo berib, yiroq bir yez maktabiga ketishim. Shubihlik, qo'shqinmikin degan gumonni tug'diribdi. Bir qancha oydan keyin noma'lum bir yerdan yordam keldi. Ma'arif sohasida misli ko'rilmagan darajada tez o'sibsan. Yezi muallimligidan Darul Muallimat muallimligiga ko'tarilibsan. Keyin yana sababsiz iste'fo, yana boshqa yurtga ketibsan. Lekin u yerdami tinim topmabsan. Ma'arif kengashidan bir javob xat keldi. O'qib o'tib ichimga zahar qo'ygandek bo'lib ketdim Farida. Go'yo sen u yerlarda yo'q, mumkin emas deyamayman. Tarbiya ko'rgan martabalik, bilimlik odamlarning qalbidan, og'izdan chiqqan narsalarni mening qo'pol askarcha so'zlashga odatlangan og'zimni chiqarishga jur'at qilolmaydi. Meni bilasan bolam, og'zimga nima kelsa daver. Eng yergilishik so'zlarni saqlab qololmayman. Qisqasi Farida, yorlangan kiyikni o itlari qandoq o'rib olgan bo'lsa, sening atrofingni shunda o'rib olgan. Eng ma'sum harakatlaring o'zingga qarshi dalil isbot bo'lib ko'rsatilgan. Sudga tekshirish materialiga tushgan. Ba'zi og'riq o'quvchilarimni davolash uchun men maktabga taklif qilganim, qizim o'lim oldida yotganda chidayolmasdan bir hazar beshingni mo'ramga qo'yganim, sen og'rib yotganda yiningdan ayrilmay o'ltirganim, ularning hammasi jinoyatmish. Yuzsizligimiz shu darajaga yetibdiki, bu yerning urf odati.
ipek mumusini oyoq asti qilib demishmiz. Atrofimizdagi kishilarni ko'zga ilmab demishmiz. Hamma odamga seni og'riq deb jakolab qo'yib, dalolarda qo'ltiqlashib, dovanga menib o'ynab demishmiz. Xizmatingni tashlab bog'chamda ot choptirib o'ynab demishsan. Ularni yetmay shahar sirtidagi fermaga chiqib ketib demishmiz. Farida, ularni sana o'z petichi dedim bola. Yolg'on tasallilar bilan seni bir mazgil vazlab yuralaydi. Umidlaringni asta-asta bir-birlab sundirishni bilatdim. Lekin unda qilmadim. Nima uchunligini bilansan. O'z kasbim va bu yeshim menga aql berdi. Odam zaharni biroqli yutib o'tish kerak. Yo o'ladi, yo qutuladi. Zaharni murabba va allaqanday narsalar bilan aralashtirib yutumlab ichishdan yomon-da, saskandiradigan narsa yo'q. Bu falokatlarni osta-osta bildirish odamni haridan o'ldirgandek bir ish. Shundoq Farida, turmushning eng og'ir zarbasiga uchirgan edim. Yolg'iz bo'lsang, bu zarbalar seni o'ldirib qo'yadi. Shundoq emasmi? Shuncha odam qushdek bir bolaning ustiga tashlansa, nim bo'ladi? Duo qil. Taqdiri tasaddibiy holda seni axlat ozdiliga tashlangan bir qiyriq yo'liqtirdi. Mening umr soatim 11 ni urush oldida. Hech vaqasi yo'q, hech vaqasi yo'q. Chunki sana xizmat qilish uchun qolgan umrim yetdi. Buningga muyassar bo'lsa, ma'nisiz voqealar ichida zoyi ketgan kunlarimga echinmayman. Qo'rqma Farida. Bumi o'tib ketadi. Sen texi yosh. Texmi yaxshi kunlarga erishish umidingni o'zma. Iste'fo qog'ozini asli o'zim olib bermoqchi edim. Lekin voz kechdim. Seni bu holatda tashlab ketishga jur'at qilolmayman. Yosh bolalarning hayotida har xil ahamiyatli va ahamiyatsiz ishlar bo'lib turadi. Qani Farida, yur. Bil uchiqqa vaqt chiqayli. Qo'ylar, sirlar bilan o'ynaydi. Bu hayvonlarning ko'rgan yaxshiligini zodili unutmaydiganligiga ishongin. Qiyri doktor iste'fo qog'ozini konvertga silib 15 ga berdi. Bu qog'oz partisi umrimning bir qismini emas, balki butun ko'nglimning oxirgi tasallisini ib ketdi. Nima degan alam, yo Rabbim, nima degan alam bu? Nimani umid qilsam, shu bekor bo'ladi. Nimani yaxshi ko'rsam, shu o'ladi. Mana 3 yil avval bir ko'z oqshimi bilan birga o'lgan qizliq tushlarim, o'z bolalarim, uningdan keyin Munisa, bularning kaynidan yolg'iz, yetim ko'nglimni bezlar deb umid qilgan o'quvchilarim, o'z cho'jlarini xavf ostida ko'rgan ona qushga o'xshash meni talpindirgan bu narsalar ko'z yupirmoqlaridek bir-birlab sarg'ayib g'azam bo'ldi. Texi yeshim 23 ga to'lmadi. Yuzimdan balaliq izlari ketmadi. Halbuki ko'nglim boshdan oxir o'zim yaxshi ko'rgan narsalarning o'liklari bilan to'ldi. Ayrullah bey 3 kundan beri yinimdan ketmadi. Shunchalik falokatlar oldida o'zimni tamkin tutganligimga va chidashlik berganimga ishonmaydi. Kechalari men yotgandan keyin ishkimning oldiga kelib, Farida, bir narsa lozimmi? Uyqung kelmagan bo'lsa, kiraymi-ya? deydi. 3-chi kuni saharda turib ketdim. Havo xuddi may kunlaridek toza va illiq edi. Ayrullah beyga o'z qo'lim bilan sut sig'ib, nashtalik tayyorladim. Qo'limda patnus, xotirjam ko'rinishda xushal bir tabassum bilan doktorning uyiga kirganimda u bekmo xursand bo'ldi. Barakalloh Farida, bekmo xushal bo'ldim. Dunyoning dardini tatmagan sen qoldingmi? Sen tatmasang bo'ladi, dedi. Derazni ochdim. Qalaymiqan turgan narsalarni yig'ishtirdim. Dehqonchilikqa doir narsalar, qo'ylar haqida so'zladim. To'xtamay so'zlaydim. Kulatdim. Hatto maktabdagi chog'larimdagidek onda-sonda isqirtibni qo'yatdim. Hayrullah bey et qo'lsiz xushal bo'lib ketdi. Uning xushalligini ko'rib, mening ko'nglim echilib ketdi.
Axir ko'nglimdagi gapni aytish paytining kelganligini his qildim. Doktorning safasini derazning yeniga akeldim. Tezlarini adiyal bilan o'radim. O'zim derazaga chiqib o'tirdim. Sizga deydigan so'zlarim bor, doktor bey. Hayrulla bey qo'li bilan ko'zlarini to'sib. Qiyni so'zla, lekin derazdan tush, yiqilib tushsam, dedi. Andish qilma, balaliq chog'larim daraxtshaqlarda o'tgan. Hozir sizni xush qiladigan bir so'z aytaman. Ko'rib turibsiz? Men shunchalik xotirjamg'u. Tunagun akşam muhim bir qarorga keldim. Nima qarorga? Yashamoqchiman. Bu nima degani? Bekmi oddiy. O'zimni o'ldirib olmayman. Chunki bir necha kun avval rostdan shunday o'ylagan edim. Bu so'zlarni chaqchaq qilayotgandek, balalarcha yeniklik bilan kulib turib aytdim. Qiyri doktor hayajonlanganidan o'rnidan turib ketdi. Nima deyapsan bola? Bu nima gap? Agar sening o'rningda men bo'lsam, bu vahimadan taskiy qilib, mijilib ketadi. Xudo haqqi past kuchish, biror falokat chiqmasin yana. Men kulib turib, yashashni qaror qilganimni aytganimdan keyin yiqilib tushishimdan qo'rqish o'rinsiz emasmi, doktor bey? Nima uchun bu qarorga kelganligimni aytib beraman. Buning bir muncha sabablari bor. Eng muhimi, o'lib bilishga jur'at qilolmayman. Mening turib o'lim to'g'risida so'z ochganimga parvo qilmang. Nimani bo'lmasin o'lishdan bekmi qo'rqaman. O'limdan boshqa choram qolmagan taqdirdami yanada jur'at qilolmayman, doktor bey. Bu so'zlarni qo'llarimni uzatib, bo'ynimni egib, xotirjam va samimiy holda qildim. Hayrulla bey hayajon bilan bilaklarimdan tutdi. Meni zo'rlab deraza tagchisidan tushirdi va pakar o'rindiqqa o'tirg'izdi. Sen qandoq tushuniksiz maxluqsan, Farida. Bir qarasa mushtumda kichikli bir bolasan. Bir qarasa donishmandlarga o'xshaysan, shunchalik xalitisan. Shuning bilan billa kishi ishinib bo'lmaydigan shundoq bir g'ayrating ham bor. Quliqim senda so'zlar. Siz mening birdan-bir do'stim, himoyachim va dadam o'rindagi odamsiz. Yashamoqchi bo'lganligim nima degan yaxshi? O'lishga jur'at qilolmaydig'imni bilgandan keyin yashashdan boshqa nimani xohlayman? Lekin qanday yashash kerak? Menga yo'l ko'rsating. Biror o'ng'aylik o'ylab topgan bo'lsangiz, qanday yaxshi bo'ladi? Hayrulla bey qo'shilmasini turib o'ylanatdi. Farida, bularni men o'ylagan. Bu haqda so'zlashish uchun ma'lum vaqt kutgan edim. Hozir o'zingni xeli tutibsan. Xo'p, qizim, so'zlashaylik. Endi yana muallima bo'lish niyatingdan inishing kerak. Bo'p o'tgan vaqalarning tafsilotini sana aytib beray. Buningdan 10 kun avval viloyatdan biri taftish ketdi. Iyiq beliqning tishlaridagi tishlari o'sib chiqqan dahshatli bir chiroy. Bu taftish boshchiligida bir tekshirish hay'ati qurilibdi. Seni xizmatdan bo'shatishdan avval sotlamoqchi bo'ldi. Shu kechasi 15 agagan yeliq qog'oz chaqiriqnoma edi. O'ylab boqqina, Farida. Sen shundaq maydonga qandoq kiratding? Yotlarning og'zidan chiqqan yerginishlik to'kmatlarga qandoqmi javob bera olading? Buni anglab, aqlimdan ozgandek bo'ldim. Taftish hay'atlari yig'ilgan uyni ko'z oldimga keltirdim. Seni qora paranjida sarg'aygan bola chiroying bilan bo'yningni egib, u iyiq beliqining yirtqich tishlari oldida turgandek his qildim. Sana to'kmat qilish qasdida bo'lgan u maxluq bo'ri bilan qo'zchaq masaldagi yirtqichga o'xshash yo'q bahonalarni izlaydi. Talvilaj sharmanda bo'xtonlarni takrorlaydi. Qo'pol askarning o'rinsiz so'zlari oldida qizdirib totirib kelgan masum yuzing, o'rkigan ko'zlaring bilan shu iyiq beliqining oldida yolg'iz o'zing turganingni ko'z oldimga keltirdim. Hayrulla beyning muloyim zangar ko'zlarida men hech qachon ko'rmagan dahshatli ushqinlar chaqnadi. U enkini titratib, tishlarini g'uchurlatib, mushtumini tugib. Chiroyli og'zimni shundoq ochdimki, u iyiq beliqining adabini shundoq berdimki, Farida. Shu chog'da
o'q ostimi uningdan bir tomchi qon chiqmas edi. 2 kun avval meni arz qilib sotqa berganini angladim. Ularning barliq qilmish etmishlarini sot oldida oshkor qiladigan shu kunni toqatsizlik bilan kutyapman, dedi. Qiyri doktor ko'zlaridagi dahshatli g'azab ushquni, yuzidagi qo'rqinchli qizillik yo'qolguncha jim turdi. Keyin aslidagi sodda, sap qiyofati bilan muloyim ovozda yana so'zini davom qildi. Ishga orada bo'g'liq sangi bo'ldi, Farida. O'tsan ko'yding. Oldirab iste'fo qog'ozini yozdirdi deb mendan xafa bo'lib yurishingni xohlamayman. Maktab bilan aloqangni qat'iy uzishing kerak edi. Xudo bu ko'zlarni, bu lavlani kulish va atrofidagilarni baxtli qilish uchun yaratgan. İyiq biliqlarining oldida yig'lasin, titirsin degan emas, Farida. Sana yana bir narsa. Endi sening oldingdagi mas'uliyatim ishga hassa otdi. Chunki bu falokatlarning kelishiga men sababchi bo'ldim. Shunga buning mas'uliyati mening zimmamda. Aytganingdek, kasbingdan umid qilmagin. Chunki bugun bir ilojisini topqinimiz bilan ati boshqa bir bahona tepib sening adabingni beradim. Uning ustiga balkim u chog'larda men olamdan o'taman. Qani, birga o'ylashaylik. İstanbul'a qarindoshlarning yiniga berishingning imkoniyati bormi? Beshimni sanglatib turib, "Yo'q, doktor bey, ular men uchun tamamen yo'qolgan", dedim. "Bo'lmasa yana bir chora. Yaxshi bir yigit bilan to'y qilishing mumkin emasmi?" "Yo'q, doktor bey, dunyodan mushundoq o'tib ketishga roziman." "Mobodo to'y qilsang, baxtli bo'lishingga men ishonmayman, Farida. U mal'un qalbingga shunchalik o'rnashganki, yulib tashlash mumkin emas." "Doktor bey, oyoqlaringizga yiqilay. Boshqa hamma narsa to'g'risida so'zlasangiz mayli, lekin bu to'g'rida." "Xo'p, qizim, xo'p. Rahmat, doktor bey." Xayrullo bey burutini yalmab turib o'ylaydi. "Xo'sh, undaq bo'lsa nima qilamiz? Muhtojlikdan qo'rqishning o'rni yo'q. Ancha-muncha boyliqim ishkimizga yetadi. Pullarimni nimaga masarf qilaman deb o'ylaydi. Bularni sening baxtingdan ortiq nimaga ishlatdim?" Qaytiradigan javobim uni xafa qilishini bilardim. Lekin demay iloji yo'q. Qo'rqib turib tezlarimni silab. "Lekin doktor bey, men qaysi holda sizning moddiy yordamingizni qabul qilaman? U chog'da qanday mavqega tushib qolaman?" dedim. Xayrullo bey xafa bo'lmadi, lekin yuzimga qarab odatdan tashqari alamli bir shikoyat qildi. "Uyat, Farida, uyat. Bir-birimizni shu qadar tushungandan keyin mundaq deyishing uyat. Qanday qilamiz? Sen erkin, mustaqil, hech narsaga parvo qilmaydigan qiyofatingga qaramasdan sodda, nodon, burnining uchini ko'radigan qizlarga o'xshaysan. Qo'yning qo'zisi deb ataldiganlar tipidinsan. Bu kulfatlar sening beshingga tushmasa bo'ladi, lekin bo'g'liq bo'ldi. Endi mening so'zimni angla, Farida. Bir qayerning samimiy do'ldidan kichikkina bir yordamni qabul qilishini xohlamaydigan sana o'xshash mag'rur bir qiz bu ishlardan, bu g'aybatlardan keyin yolg'iz beshi bilan qandoq yashaydi? Shunga beshingni o'nglab qo'yishni o'ylagan edim. Farida, sen bir kimdan yordam olishni xohlamaysan. Faqat ishlashni xohlaysan. Lekin buningga imkoniyat qolmadi. Meningdan ayrilma, birga yashaylik desam, rozi bo'lmaysan. Shundoq. Javob berishga jur'at qilolmaysan. Beshingni sanglatib turib olasan. Rostini desam, men buni muvofiq bir chora deb aytolmayman. Endi o'sha soatda nima uchun hamma narsani ochiq-oshkora so'zlashmaymiz? Shahar boshlig'ining oldiga mahalla nomidan vakil beribdi. Meni oila a'zosi bo'lmagan, hatto tuqqinima emas bir yosh qiz bilan birga turadi.
Bu örf odatga, shariatga xilof debdi. Hatto seni boshqa yurtlarga avatib etishni talab qildi. Men har qanday odamning aybini yuziga soldigan qoraqu qozi bo'lganim uchun hech kim meni yaxshi ko'rmaydi. Shunga mushu bahonada nemishqa menga zarba bermisin? Rost emasmi? Endi gapning qisqasi Faridaxon. Sen uchun na mening bilan yashashingga, na o'z beshingga yashashingga imkoniyat bor. Nahaq shubihlar hayotingni zaharlaydi. Bu mal undaq nega borsang kayningdan bilib boradi. Materialingdagi gumonliq so'zlar har biri buzuqqa, har biri oldamchiga seni xo'rlash huquqini beradi. Qanday qilamiz Farida? Nima amal topamiz? Seni qanday qiymoy qilsam bo'ladi ekan? O'limga mahkum kasal ojizligi bilan yuziga qaradim. Qalbimdagi cho'nqur umidsizlikka qaramasdan kulimsirab turib. Axir o'limni o'ylashga haqqim borligini sizni e'tirof qildingiz. Quyoshga, shu daraxtlarga, yiroqdan ko'ringan ovu dengizga qarang doktor bey. Menchilik jini bo'g'izig'i kelmagan bir inson o'z roziligi bilan bu go'zal narsalardan ayrilishni xohlandi, dedi. Xayrullo bey qo'li bilan og'zimni yipib. Bas amdi Farid. Bo'ldi qil. Ömrümde qilmagan noma'qullikni hozir qildirasan. Meni kichik boladak ho'ngratib yig'latsan, dedi. U yopirmoqlari to'kilgan quruq shoxlar orasida chaqnab turgan ko'z quyoshiga qo'l uzatdi. Men qerib qoldim. Muhtojlikning, dard-alamning har xil shakllarini ko'rdim. O'z qo'lim bilan qonchilgan ko'zlarni yopdim. Lekin oldimda o'lim majburiyatidan bu qadar xotirjam so'zlayotgan qizning go'zal yuzidan kulish istiki bilan titirgan yorim aslavlardan ortiqroq fojiani ko'rmadim. Xayrullo bey tezlari ustidagi adyalni ilib tashlab, uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengishqa boshladi. Keyin oldimga kelib, "Undaq bo'lsa, oxirgi chorani qilamiz. Seni shariatga to'g'rilab uyimda ib qolaman. Shu holda himoya qilaman. Buningga tayyor bo'l Farida. Kelarki payshanba kuni." Bir haftadan beri qushlar oraladimi? At kelin bo'laman. Xayrullo bey hem xususiy ishlari hem uyga yangi jabduqlar setib olish uchun tunugun Izmirga ketdi. Bugun kechda kelganlik to'g'risida telegramma oldim. Yangi jabduqlar ilishning hojati yo'qligini desam, g'alit so'zlarni qilib qarshilik qildi. Yo'q, va'dlashgan xinim, bu degining qiyirliqini yuzimga sog'inim emasmi? Xudo oramizga 35-40 yilni selib xato qilgan. Lekin buning ahamiyati yo'q. Asli yoshlik ko'ngil yoshligidir. Sen qiyirliqimga qarama. Men 20 yoshlik yigitlardan tetikman. Seni yosamg'an kelin holatida ko'rishni xohlayman. Men qiyir yigit hisoblanaman. Orzuyim ichimda qolmasin. İzmirdan sana olamat kelinlik sari polari ib kelaman. Men ün chiqmasdan udulimga qarab turatdim. Xayrullo bey so'zni davom qildi. Bilqut xazinasi ko'rimlikmi berma? Qaltiz, karomat ko'rimlik. Tapqina, halqa, uzuk, önce olmaslarning hech biri emas. Avar bo'lma, topolmaysan. Bir dorilatam sovuq qilaman. Hayran bo'lib yuziga qaradim. U memnun holda kulib turib, "Qanday? Yaxshi ko'radigan narsani topdingmi? Olajaqayodagi fermada 30-40 kishilik dorilatam quraman. Atrofdagi yetim bolalarni to'playmiz. Men doktorlik qilaman. Sen muallimalik va onalik qilasan." Bu qurlani kesaldan keyingi zaiflik kunlarimni o'tkazgan uyning derazasi oldida o'tirib yozyaptiman.
bağda tinmasdan g'azang to'kilatdi. Daraxt shoxlarini yalang'ochlab to'kilib atgan bu yopirmoqlardan ba'zilarini shamol derazdan uyga, daftarimning sarg'aygan betlari ustiga uchirib tushiradi. Qiyri do'stimning xira sangar ko'zlaridagi shafqat, marhamat, pok, g'ararsiz otiliq muhabbati qalbimda oxirgi yeshil yopirmoqlardek yashaydi. Uningga bir deb qarashga majbur bo'lgan kundan beri bu oxirgi yeshil yopirmoqni sarg'ayishga boshladi. Qanday qilamiz? Hayot shunday narsa ekan. Buningga ko'nish lozim. Anlayotganinglar Bel Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Chimilning putidek ushaq yiziqlar bilan to'lgan xotira daftarimning oxirgi betlariga keldim. Bu qanday ajoyib ish. Sarguzashtlarim bilan birga daftarimni tugayotidim. Endi yangi hayotim uchun yangi daftar tutishning hojati yo'q. Yana yozg'udek nima bor? Axir ati boshqa birisining ayoli bo'lgandan keyin buningga menda qanday huquq va jasorat bo'lsin? Uygulikka saharda boshqa birisining uyida uyg'ondigan yosh ayolning hayoti qisman shodlik, qisman ko'z yoshlari bilan umri o'tgan chaliqishi bilan qandaqmi aloqasi bo'lsin? Bugun chaliqishi daftarning ko'z yoshlari bilan bo'yalgan betlariga to'kilgan ko'z yopirmoqlari ichida abadiy o'ldi. Bu oxirgi ayrilish soatida haqiqatni yoshirishning nima hojati? Sen o'qiyamaydigan daftarimni faqat sen uchun yozdim, kamera. Shundoq. Nimani degan, nimani yozgan bo'lsam, hammasi sening uchun edi. Xato qilganimni, bekmi xato ish qilganimni bugunla iqror qilaman. Hech narsaga qaramay, men sening bilan baxtli bo'ladim. Shundoq. Hech nimaga qaramay yaxshi ko'rishga sazovor edim va buningdan xabarsiz emas edim. Lekin bu meni qanoatlantirmagan edi. Yanimi ko'proq, texmi bekrak yaxshi ko'rsin deydi. Men yaxshi ko'rganchilik bo'lmasimi? Chunki buning imkoni yo'q. Ish qilib, shuningga o'xshash yaqin bir yaxshi ko'rish bilan yaxshi ko'rsin deydi. Shunchalik yaxshi ko'rilishga haqqim bormidi? Yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman, kamera. Chunki men kichik, nodon bir qiz edim. Yaxshi ko'rishning va o'zini yaxshi ko'rgizishning usuli bor. Shundoq emasmi, kamera? Halbuki men bularni zodili bilmaydim. Sening siyrak gulim, tani qilib aytmayman. Kamera, menga ishongin. Agar u seni baxtli qilgan bo'lsa, uning bilan xiyolan yorishiman. Kim biladi? U qanchalik maftun qilarlik ayoldi. Kim biladi? Sen qanchalik yaqinlik so'zlarni aytadigandu. Qanday chiroyli xatlarni yozdigandu. Men bo'lsam, sening balalarimizga balki yaxshi bir ona bo'lgan bo'lardim. Faqat shular. Kamran, men seni qanchalik yaxshi ko'rganimni faqat seningdan ayrilgandan keyin bildim. Buni boshqalarni yaxshi ko'rib yiqib boqqan tajribalar deb o'ylama. Men faqat qalbimning cho'nqur qatlamidagi mo'ngluq, umidsiz xiyollarimni yaxshi ko'rishdan bildim. Zaynal qabristonligining qorong'uligida tong sarigacha shamol gurkirab chiqqan uzun kechalarda yo'ldan o'tgan harvlarning zil qo'ng'iroqlari jiringlagan keng dalalarda, sevgatlik bog'larning jigdi purab turgan yo'llarida doim men sening yoningda bo'ldim. Xiyoling bag'rida yashadim. Ati meni o'z amriga oladigan bechora odam meni oq guldek ma'sum bir qiz deb o'ylaydi.
Bu nima degan xatolashish? Sevgi savdosi hech qanday bir qiz qalbini, vujudini meninkidek yeksan qilib puchuldirmag'andu deb o'ylayman. Kamran, aslida biz bugun bir-birimizdan ayrilamiz. Men faqat bugun tanho qoldim. Barliq bo'lib o'tgan ishlarga qaramasdan, sen qisman meningki eding. Men bo'lsam butun qalbim bilan sening. Faridaning kundalik xotirasi mushu yerda tugaydi. 5-qism. Kamran, sen bilan safardosh bo'lish Xudo haqiqiy bir zulmkan. 2 soatdan beri 100 eg'iz gap so'ragandim-men. Ha, yo'q degandan boshqa javob ololmadim. Esingni yig' o'g'lim. Kamran eski yo'llarda choy qilib ketayotgan harvaning bo'lingida paltosining yoqasini shamoldan dalda qilib ko'tarib olgan holda o'tiradi. U do'lqillab turgan marmar dengizni tomosha qiladi. Ko'zini majburiy holda dengizdan o'zib kulimsiradi. 2 soat ichida 200 savolga 200 javob oz bo'lmasa kerak anishta. Gerçi ha yo'q degan qisqa javob bo'lsin. Dilqut xazinasi. O'g'il, shundoq o'g'lim. Lekin sen javoblarni o'ylab baxmasdan bersan-da. Xuddi mashinadaklar. Havo yengushlash uchun kelgan kasalni yaxshi davolash usulimi bu anishta. Meni bekor o'yga selib charchitishdan maqsadingiz nima? Voy, yaxshilikni bilmaydigan, sana yarash tas ekan. Seni o'ylashga majbur qilishdan maqsadim harg'izish emas. Faqat boshqa ishlarni o'ylashingni to'sish edi. Rostini desam, umidni uzdim. Seni ruhlantirmoq mumkin emas o'xshaydi. 3 kun avval seni to'y bahonasi bilan yezig'a ippadim. Turli-tuman odamlarni ko'rdim, mag'ra sunay anladim. Usul va chelishlarni tomosha qildim. Men chig'imda bulardan to'liq lazzat oldim. Lekin sen bo'lsang hech lazzat olmading. Yo'q dema, meningmi ko'zim va didim bor-da. Nima deb tushundirsam bo'ladi anishta. Men boshqacha yoritilgan o'xshayman. Yo'q o'g'lim, sen o'zingni tashlab etding. Men qarag'ina, men 60 yoshga kirib qoldim. Lekin kundan kunga yoshirib ketyapman. Oysha hammam to'yib qolmasin. To'ymamdi. Mana nima? Men dastlab bu yerga kelganda qiyinmidim. Qana ko'rdi. Mening takir-taqi kelganimga 10 yil bo'ldi. Bu hozirgidek esimda. U chaqda xuddi bugungidek avgust kunlarining biri edi. Aziz bey qo'llarini bir-biriga urib turib, "Ya Alloh, yillar nima degan tez o'tgan. Mana o'g'limmi 4 yoshga kirib qoldi. Farida bilan vadlashib 4-5 yil yurdim. Hey, Kamran. Shu bechora Faridani ko'zim qiyg'iniga hech aqlim yetmaydi. Chala qushining bulbuldek ovozini, guldek chiroyini eslasam, yuragim etishib ketadi. Oradan 10 yil o'tgan bo'lsa-mu, uyning oqisidagi boqqa qarashqa yuragim chidamaydi. O'lib ketayotganimdimi seni kechirmayman, Kamran. dedi. Anishta, havo yengushlash uchun yurtimizga kelgan bir kasalga shunday so'zlarni desangiz bo'lamdi. To'g'ri. Biroq sening dardingning bu so'zlarga hech bir aloqasi yo'q. O'zim yaxshi ko'rgan ayolga uylandim, lekin 1 yilmi to'liq baxtli bo'lolmadim. Munavvar kasal bo'lib yetib qoldi. 3 yil kasal beqish bilan kunim o'tdi. Kesilni davolatish uchun Orollarga, Shvetsariyaga, yana qandaqdir bir yerlarga ippadim. Taqdirga chora yo'qkan, o'tgan qish ayolim vafot bo'ldi. Shundan keyin tushkunlashib o'zim yo'qitib qo'ydim. Mana, texchilik kasallik yurasan. Endi bularning Faridaga nima aloqasi bor? Sen birsini yaxshi ko'ribsan. Kamran ochiq kulimsirash bilan javob berdi.
Bana hiç kim işenmeydi o enişte. Siz mi elbette işenmeysiz ve başkaça düşünesiz. Hayatımda beşimden bazı sergüzeştilerini, xeyli ciddi sergüzeştilerini ötküzdüm. Lekin ben dünyada hiçbir narsani, hiçbir adamni faridachilik yaxshi ko'rmagan deb qasam ichalayman. Aziz bey o'zicha xudimishidi. Savdoyilik yomon, savdoyilik yomon. Dedim-ku enişte, ishonmaysiz. Haqiqatan mu hech kim ishonmaydi. Shu chog'dan beri mo'jgan menga qiylab yurdi. Faridaning ismini og'zimga oldirmaydi. Qo'shimlarini turib, "Yo'q, Kamran, o vaqt so'zlashga sening haqqing yo'q" deydi. Opammi shundoq, hammamiz shundoq. Hammasi shundoq. Bu yerda Farida to'g'risida faqatla Narmin bilan so'zlashalayman. Narmin hozir 17 yoshga kiribdi. Farida bu yerga kelganda u 7 yoshda edi. Faridani oran yodiga olalaydi. Meni gulango'shda o'ynatgan qizil ko'nglayli kadam deb asliyalaydi. Narminni qizil ko'nglayli kadasi haqida so'zlatish uchun xeyli jafo chekadigan kunlarim bo'ldi. Qiziq odamdasan, Kamran. Xo'sh, uchu. O kesal bir ayol. Meni deb o'lib ketishim ehtimol edi. Faridadan umidim tamoman uzilgandan keyin uning shafqat yuzisidan odamgarchilik qilishni xohladim. Bo'g'ini shu. Tushungili bo'lmaydigan ishlar. Xalita odamsan-da, Kamran. To'g'ri deysan, enişte. Nimani xohlaganimni, nima qilganimni har qachon, har zamon o'zimni bilgan emasman. Mening ishondigan birli narsam bor. U bo'lsa-mu Faridaga bo'lgan ishqimdir. Uning shundoq bir holati va menda qoldirgan shundoq bir xotiralari borki, aslo unutishim mumkin emas. Jon uzayotganimda bularni eslasam yig'lab turib jon uzarman deb o'ylayman. Sizga bir dalil keltiray enişte. Hava almashtirish kerak deganda eng avval Tagirdaq ismiga keldi. Meni bu yerga sening taklifinglar bilan keldi deb o'ylamsizlar? Yezning to'y tomoshlarini deb bir oydan beri bu yerda turyotdi deb o'ylamsiz? Xafa bo'lmang. Men bu yerga yoshligimning barbod bo'lgan dastlabki xotiralarini izlash uchun keldim xolos. Nadonlik qilibsan. Zodi buni tuzatishning imkoniyati yo'qmidi? Xato ish qildim enişte. Bekmi xato ish qildim. Farida shunchalik cho'nqur alam ichida bizdan ketib qoldi. Izini topqinimdimi oldiga berishdan qo'rqdim. Uning yolg'iz qalbi emas, izzat nafsimi yorilangan edi. O'zi yolg'iz beshini ilib, yot yurtlarga ketish uchun kim biladi? Qanchalik qiynaldi ekan. Hech bo'lmasa oradan 6 oy o'tmasdan meni ko'rsa, balki g'azabdan dahshatga tushishi, texmi betar saronlik qilishi mumkin. Bahorni toqatsizlik bilan kutdim. Chala qushini u ishlayotgan yezli maktabidan tutib kelish uchun tayyorlanganimda baxtga qarshi kasal bo'lib yetib qoldim. 3 oy o'rnimdan turolmadim. Oxir uni izlab begi bo'lgan chig'imda vaqt o'tibdi. Birsi menga Faridaning kasal bir kompozitorni yaxshi ko'rganligini, shoqiratma bo'yda vafosiz beshini so'ygan odamining tizig'iga qo'yib, ko'ziga talmirib tanbir chaldirganligini aytdi. O'ylab beqinglar enişte. Shuncha yillardan beri bu boshni, bu ko'zlarni mening, faqat mening deb kutib yursam, kunlarning bir kuni ashunda Kamran so'zni davomlashtirolmadi. Mermer dengizdan urilayotgan kechining salqin shamolidan o'zini qochirgandek bo'ynini paltosining ichiga texmi tiqib yiroqlandi. U yer bu yerda qizirib ko'ringan beliqchilarning gulxonlarini tomosha qilishga boshladi. Aziz beyning kayfi ushdi. Kamran o'g'lim, ikkinchi ahmoqlikni dal shu chog'da qilib qo'ydingmikin deb qo'rqdim. Chala qushi shundoq ishni qiladigan, o'ziga osonla tasalli topadigan bir qiz bo'lsa kashki. Hech bo'lmasa baxtli bo'ladi. Men buningga zodil ishonmayman.
Kamran yana ochiq kulib qo'yib beshini chayqadi. Buning ishining anishda 2 yil bo'pti. Farida bakmo baxtliymish. O'z ko'zi bilan ko'rganlardan anglar. Eri qeri, lekin boy bir doktormish. Mening bir do'stim bor. Xo'jalik tepdeshi. Uning ayoli Faridaning saboqdeshi. O'tgan yilning bir kuni qushlar oralida Farida bilan Bilqut xazinasi. Chala qushi burunqidakli to'xtamay kulib, so'zlab, chaqchaq qilib yurarmish. Shahardan 3-4 soatlik yiroqlikdagi bir fermada 20 ga yaqin bolani tarbiyalab atganligini, bakmi baxtli ekanligini aytibdi. Erdan 20 soatni ayrilishga chidamasmish. Saboqdashi Istanbuldan tuqqanlardan so'z echibdikan. Farida darrov uning so'zini bo'lib, "Men o shaharnimi, hatto odamlarni eslab qo'ymayman" debdi. Faridaga nisbatan kamchilik va askilikim ko'p anishda. Buni bilaman. Lekin sizmi insof qiling-da. Uning meni shuncha tez unutishi to'g'rimi? Darvaqa, bu so'zlarning nima hojati bo'ldi? Sizga oq yo'l bo'lsin. Men Harbidan tushib piyoda uyga qaytdim. Bu eski yo'llar choyqa berib jinimni oldi. Aziz bey bir urib etdi. Voy, shaharning noziklari. Xeyli yillar burun bu yo'llarni o'zim yasatgan, o'zim ish beshida turib, optopda rosa ko'ygan edim. Seni charchatgan yo'l emas, Kamran. Yolg'on aytma. Har holda 7 yil avval meni boshqaruvchilik vazifasidan ilib tashlab, bakmi yaxshi qilibdi ekan. Mayli o'g'lim tushib qol, lekin kech qolma. Chunki qiyirliq hammangni menimi tugashtirib etdi. Kech qolsang u andishidan men ochliqdan holimizdan ketamiz, dedi. Kamran Harbidan tushib qolgan yeri yana hiliqi ko'rik beshi edi. 10 yil avval ular yana mushundaq avgustning oxirgi kunlarining bir oqshimi bu yerga kelib, chirigan taxtay ustida putlarni sanglatib o'ltirishgan edi. Takir taqi kelgan 20 kundan beri u har kuni kechqurun mushu yerga kelib, yo'llarning g'uva qorong'uligida xiyol sura asta qaytishni o'ziga odat qilib olgan edi. Eri vaqtli xizmat bilan Anatoliyaga ketganidan keyin bolalar bilan birga Takir tag'da turayotgan Mojgan bir kuni kechqurun Kamran. "Bekmi qaraganda ko'rinasan, yiroqlarga bordingmi?" deb so'radi. "Topdim Mojgan. Bekmi yiroqlarga bordim. 10 yil avvalgi yiroq o'tmishga." U yana boshqa nimalarni demoqchi bo'ldi. Lekin Mojgan bu so'zlarni tushunmagandek qalpukini purib qisqila. "Shundaqmi?" deb ta'tir qarab oldi. Mojgan necha yillardan beri ayollar qalbining tarsoligi va yoshirin g'azabi bilan Kamronga qiylab yuradi. Uning yanida Farida haqida bir ig'izmi so'z qilmaydi. Kamran bog' aralab asta mengib uyga qaytganda xeyli qorong'u tushib qolgan bo'lsa-mu, uduladagi tog'larda kechki shafaq tehi o'tmagan edi. Chat cho'risidan so'lishib berayotgan hashq pichaklarga o'xshash kecha boshlanayotdi. Yosh yigit bog' orasidagi yo'lning chetida to'xtadi. Parqiraq qo'ng'izlarning yo'ritgan yeshil yo'riqiga qorong'uda uzungacha qarab qoldi. Shu kecha Farida mushu yo'ldan kelgan edi. Chochlari chetidan chiqib turgan bosh kiyim, oq qisqa matroscha ko'ylak kiygan chala qushining oldida manganligi. Pashnasiz patinkasining uchi bilan toshlarni tepganligi hozir ko'z oldidan ketmaydi. Bilqut şirketida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuriy Gontekinning Shenjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushaygacha anglatdik.